Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 11 ayning 15 kuni juma. Oldi bilan men barliq qarindoshlarniki 3 kun oldida bo'lgan bizniki Cumhuriyet bayramimiz munosabati bilan barliq qarindoshlarni qizg'in tabriklayman. Bu hafta bir boshqacharoq program ishlamoqchi, qisqa vatan haqidagi uchurlar emas. Şuna bugün cuma günü bu program işleshimizga sabab shu. Bugün sizlarga deydigan eng muhim bir uchur bo'lib mana shu Amerikadagi qarindoshlar, Amerikadagi yoshlar. Mana shu 11-ayning 23-kuni Amerikadagi poytaxti Washingtonda bir muhim faoliyat bor. U faoliyat bo'lsa-mu Amerika Uyg'ur akademiyasi tomonidan o'rlashtirilgan Yusuf Xas Acib tug'ilganligining mingjiligi ve 12 dekabr o'quvchilar hareketi bo'lganligining 34 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan bir ilmiy muhokama yig'ini. Shu videodan keyin men shu yig'inni uqtirishni chaplab qo'yman. 23 kelar shanba kuni o'tkazilmoqchi. Bu Amerika Uyg'ur akademiyasiniki hozir qilgan faoliyatlar ichidagi eng cho'ng faoliyat bo'lib hisoblanadi. Nihoyatda muhim. Şuna bolsa Amerika'daki qarindoshlar bo'libmi yoshlar, bo'libmi DC atrofidagi yoshlar mush faoliyatga aktiv kelib qatnashmagan bo'lsanglar. Endi Uyg'urlarniki bundan keyingi taqdiriniki qanday bo'lishi da bizniki chet eldagi Ostonadagi Uyg'urlarning bir jamoat hosil qilib yashashimiz bilan munosabatlik. Bizning chet eldagi nüfusimiz oz. Hozir qadar men O'rta Osiyodagi Uyg'urlar nüfusini qancha ekanligini bilmadim. Qolgan davlatlar, Turkiya va qolgan davlatlarni hisoblasak, bir 80 mingdak Uyg'ur bor. Endi Uyg'urlarniki bundan keyingi taqdiri qanday bo'ladi? Shu 80 ming va O'rta Osiyodagi Uyg'ur qarindoshlarniki bundan keyin qanday yashashi, qanday yo'l tutish bilan zich munosabatlik. Biz qilgan muhim ishlarniki birisi mushtaq bir jamoat hosil qilib xil faoliyatlarni o'rlashtirib, o'zimizniki mavjudligini dunyoga bildirib turish. Shundan bilan birga hozir bizning beshimizga kelgan fojialarni azaytish yoki to'xtatish ustida bir qism zo'r ishlarni qilish. Bu hafta butun dunyodagi o'xshamagan joylardagi Uyg'ur qarindoshlar mana shu ikki qatimliq Cumhuriyet Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilganligining kunini qizg'in tabrikladi. Bir qism joylarda yine bayrak chiqish murosimi bo'ldi. Men shu narsani his qildimki, 2009-yildan keyin vatandagilarning shu Uyg'ur milliy ruhiniki urg'ishi eng yuqori pallaga chiqqan. Bu yil 2019-yili, ya'ni 5-iyul Uyg'ur Urumchi 40-yiliga 10 yil bo'lgan bir vaqtda hozir chet eldagi Uyg'urlarniki milliy ruhi eng yuqori pallaga ko'tarilgan bir vaqt deb qarashga bo'lganligini his qildim men mush bir hafta ichida. Chet eldagi Uyg'urlarning qilgan faoliyatlarga qarab turib. Bu bir intayin yaxshi ish. Endi biz bu xil hozirgi shunday bir milliy ruh, milliy g'urur, milliy shu ulug' millatlik tushunchasi mush narsalarniki eng yuqori pallaga chiqqan shunday bir holatini bundan keyin saqlab qolishimiz kerak. Hamda uni boshqa muhim ishlarga ishlatishimiz kerak. Başka mühim işler dediğimiz bu haftadaki şu tebriklash, bayrak çıkış faaliyetlari nihoyat yaxshi bo'ldi. Lekin uni zaten qanday tushunish kerak, bu bir muhim masala var bu yerda. Bu jihatda har bir odam o'ylanib baqsa bo'ladi. Bu hafta bo'lgan ishlarning hammasi bek yaxshi ish, bulishib tegishli ish. Shundan bilan birga zodi bizniki bundan keyingi taqdirimizni o'zgartirishda yana qilishli qanday ishlar bor. Bu to'g'rida o'ylash kerak. Men bu hafta men bu bir tarafdan xo'sh bo'ldim, bir tarafdan xo'sh bo'lmadim. Nihoyatda ko'nglim bir xil murakkab, bir xil tuyg'ularda, o'ylarda bo'ldim men. Sababi nima desanglar, bizniki ikki Cumhuriyetning qurg'unimiz xuddi biz uzun muddat shu boshqaniki zulmida yashab kelib, suvsiz qilib kelib, o'zimiz yashadiganga bir ko'l yasagan o'xshash ish. Biz ko'ldan birini yasadik 1933-yili. Yana birini yasadik 1949-yili. Lekin buni ko'lni hesab bo'lgandan keyin bu ko'lni zolimlar tatib oldi.
zalimlar tortilib, butun boshqarish ishlarini shu zalimlar qildi, biz ularning quliga qarab qoldik. Ashtaqdimi ancha-muncha suv ichib keldik, suv ozlab mangdi, lekin bu zalimning qo'ldan ko'lni qattiq qaytara olmadik. Endi bir qismimiz biz chet elga chiqib oldik hozir, boshqa yerga ketdik ko'ldan. Ko'l hozirmi zalimning qo'lida, ko'lning suvi qurib ketay deb qabatadi. Biz sirtda. Biz hozir sirtda turib 1933-yili va 1949-yili ikki qatim bir ko'l yasaganligimizni tabrikladik biz bu yerda. Lekin ko'l zalimning qo'lida suv qurib ketay deb qoldi. Bizim hozirgi ahvolimiz shundoq. Ashta bo'g'ashqa biz bu kunlarni xotirlashimiz kerak, tabriklashimiz kerak. Bu haftadagi faoliyatlar intayin yaxshi bo'ldi. Shuning bilan birga biz bundan keyin qanday yashaymiz, nima ishlarni qilamiz, bu to'g'risida qattiq o'ylashimiz kerak. Faqat tabriklab qo'yishning o'zi bizniki taqdirimizni o'zgartmaydi. Meniki bu qatim hayron qolgan bir narsam, Amerikada va Turkiyada bayroq chiqish marosimlari bo'ldi. Bu Cumhuriyet Günü'nü xotiralashish keng ko'lamda bo'ldi dunyoning hamma yerida. Lekin Xitoyniki ancha qarshi ko'rsatganini anglamadim men. Men bu yil 8-oyda Turkiyaga borgan. Turkiyaga berib, keyin Çanakkale Üniversitesi'ndeki teklif bilan elimiz ağacı qutluk, elimizdeki uğurlaştırış bilan 6 kişi Çanakkale Üniversitesi'ne bordik. Deklat berdağanға, ilmi deklat berdağanға. Men, Meysam sınglimiz, Abdüşşükür Abdurşid, Memtimin Əla, Ömer Qanat, Farhat Muhammed. 6 şeyge bordik. Şu mektep uğurlaştırgan şu faaliyetke Xitaylar narazılık gösterip resmi bayanat e'lon qildi shunga qarshi. Bu bir terrorchilar guruhi bu ishga yo'l qo'ymas kerak deb bir narsa e'lon qildi. Bu gaplar manfaatlar haqida ko'p chiqadi. Lekin mushabni ichida bo'lgan mayli ikki qatimliq jumhuriyatni tabriklash faoliyatlari bo'lsin yoki bayroq chiqish bo'lsin, men Xitoyniki bunga norozilik bildirganini ancha anglab boqmadim. Sababi nima desanglar, Xitoylar parvo qilmayapti bu ishlarga hozir. Xitoylar o'zining planini asosan amalga oshirib oldi. Bizniki chet eldagi mandaq tabriklash faoliyatlarini qilishimizniki ular uchun ko'rsatgan ta'siri asosan yo'q. Ular xotirjam, mana aytgan chog'da. Ashta bo'g'ashqa bir norozilik bildirishdimi, bu urulik qildi bular mana aytgan chog'da. Bir almatdagi faoliyatga shunda qattiq norozilik bildirgan, ammo shu bu qatimki shu Sharq Turkiston Cumhuriyeti haqida elib berilgan ishlarniki hammasiga bular ancha parvo qilib ketmadi. Bizning ahvolimiz hozir shundoq. Ashta bo'g'ashqa har bir odam hozirgi kunda o'ylash kerak. Men umrimningki qolgan qismini qanday yashayman degan narsani. Bo'libmi yoshlar? Amerikadagi shu tarafda bo'lgan faoliyat bo'lsa, yoshlar ko'p qatnashsanglar. Men izchil taklif qilayotgan bir ish bor. Bir odamniki qadr qimmati faqat boshqalar uchun xizmat qilgan chog'da, faqat millat uchun xizmat qilgan chog'da andan ko'riladi bu. Shunga yoshlar uchun her günü qanday o'tkazman men degan bu ish intayin muhim. Hozirgi vaziyatda agar Uyg'urlar chet eldagi Uyg'urlar o'ziniki har kundagi vaqtining ma'lum qismini vatandagi zulmni oxirlashtirish, vatandagi xalqimizniki hayotini qutqizish yo'lida biroz ish qilib o'tkazmasa, bu hayotning qiymati yo'q. Men shunday deb o'ylayman. Men Amerikaga 88-yilda kelgan 93-yili Amerikada o yerdagi oila bor ekan, shularni yig'ib bir qatim Sharq Turkiston Tangritog' o'quvchilar uyushmasida bir tashkilot qurgan biz 93-yili 5-oyda. Shu chog'da men hozir hisoblab baksam 35 yoshgandimman. Doktorlikda o'qiyotgan vaqtimda ikki bolam bor edi. Iqtisodimiz nachar, bir tarafdan ishlab, bir tarafdan bolamizni beqib, bir tarafdan o'qiyotgan vaqtda 35 yosh vaqtim. Shu chog'da bir tashkilotni qurgan Amerikada. Yoshlarniki davri intayin muhim, yoshlik davri. Har bir odam men o'zimniki yoshlik davrida qanchalik bir ishlarni vujudga chiqarib olibman degan narsa to'g'ri o'ylanish kerak. Ashta boshqa meniki asosiy demoqchi bo'lganim har bir yoshlar mana o'yininglar, Amerikadagi yoshlar bo'lsa shu faoliyatga qatnashib, hozir Amerika Uyg'ur akademiyasida yuqori vazifalarni olganlarniki jiqlini yechish uchun amniyatda bu to'g'ri emas. Bunda ishlarni 30 necha yoshlik, 20 necha yoshlik, 30 necha yoshlik yoshlar qilsa bo'ladi. Biz sirtdan qo'llab, mehmon bo'lib qatnashib faoliyatlarga zarur vaqtida maslahat berib qolgan bo'lsak, konkret ishlarni yoshlar qilgan bo'lsa bo'ladi. Hozir unaqa emas. Bu ahvolni o'zgartiraylik.
meniki yoshlarga cho'nqur ishonchim bor. Bu ishni qilaysizlar. Bo'lsa shu klaratdagi faoliyatga imkon qadar ko'proq kishilar kelib qatnashib bersanglar. Aşağıya kelib, ana shu sorunda bundan keyin qanashlarni qalaymiz etaldi. Mush to'g'riliq maslahat, fikrlarni o'tirib qo'yib, qaror olib, o'zimizning ishini bora-bora yaxshilab olsak bo'ladi. Agar biz unda qilmaydi ekanmiz, agar biriga kelib boshni biriga kelib, muzokara qilib, yaxshi ideyalarni o'tirib chiqarib buni qilmaydi ekanmiz, ishimiz ancha yoqmaydi. Bundan boshqa bu ishlarni vujud chiqarishning chorasi yo'q. Shunga Amerikadagi yoshlar bu jihatda bir kuchab boqqan bo'lsanglar. Ma'qulamsa, men bugun mushunchalik qilay. Xudoyim bo'lsa, kelar hafta yana ko'rishimiz, vatan haqidagi uchurlarni mana shu chog'da yana deb beraman. Ma'qulamsa, xo'sh, Allohga omonat. Kelar qatim ko'rishishcha salomat bo'linglar.